Turpan viloyatlik O'rta xalq sud mahkamasi Pichan nahiyasida yuz bergan 26 iyun zo'ravonlik terrorlik delosidagi Ahmad Niyaz Sidiq qatorliq 4 javobgarga bugun birinchi suddan ochiq sud etib hukm chiqardi. Javobgar Ahmad Niyaz Sidiqqa terrorlik tashkilotiga rahbarlik qilish, qasddan odam o'ldirish, o't qo'yish qatorliq bir necha xil jinoyati uchun o'lim jazosi berilib, siyosiy huquqidan umrvoyat mahrum qilindi. Javobgar İbrahim Aliga terrorlik tashkilotiga qatnashish, qasddan odam o'ldirish, o't qo'yish qatorliq bir necha xil jinoyati uchun o'lim jazosi berilib, siyosiy huquqidan umrvoyat mahrum qilindi. Javobgar Abdullah Israpilga terrorlik tashkilotiga qatnashish, qasddan odam o'ldirish, o't qo'yish qatorliq bir necha xil jinoyati uchun o'lim jazosi berilib, siyosiy huquqidan umrvoyat mahrum qilindi. Javobgar Akram Osmonga terrorlik tashkilotiga qatnashish, qasddan odam o'ldirish, o't qo'yish qatorliq bir necha xil jinoyati uchun muddatlik 25 yillik qamoq jazosi berilib, siyosiy huquqidan 5 yil mahrum qilindi. Sud qarab chiqish orqali 2010 yili 4 oydan buyon javobgar Akram Osman, İbrahim Ali, Abdullah Israpilning ilgari kiyim bo'lib Ali Ahmad Niyaz qatorliq bir qancha kishi bilan Pichan nahiyasining Lükçün bozorida ko'p qatim uchrashib, qonunsiz diniy faoliyat bilan shug'ullanib, asabiy diniy ideyalarni tashviq qilganligini, chet eldagi terrorlik tashkilotlarining zo'ravonlik terrorlik harakatlarga quturtish to'g'risidagi unsin materialini ko'rgan va anglaganligi, asabiy diniy ideyadagi kitoblarni ko'rib tashviq qilganligini, asabiy diniy ideyaning ta'siriga uchrab zo'ravonlik terrorlik qilmishi sodir qilishni planlaganligini, mashq qilganligini ham buning bilan asta-asta terrorlik tashkiloti shakllantirganligini aniqladi. 2013 yili kirgandan buyon javobgar Ahmad Niyaz Sidiq bilan Ali Ahmad Niyaz ko'p qatim zo'ravonlik terrorlik qilmishi sodir qilishni planlagan. 6 ayning 19 kuni kechda javobgar Ahmad Niyaz Sidiq bilan Ali Ahmad Niyaz maslahatlashgandan keyin Ali Ahmad Niyaz javobgar Akram Osman qatorliq 5 kishini Lükçün bozoridagi Ayniddin Umarning uyiga yig'ib, Lükçün bozorlik soqchixona, hukumat alohida soqchi o'tir atrati, Juma bozori qatorliq joylarga terrorlik hujumi qo'zg'ashni planlagan. Javobgar Akram Osman qatorliq xarajat g'amlash va boshqurish hamda boshqa terrorchilar bilan hamkorlashib delo sodir qilish qurollarini setib olishga o'rinlashtirgan. Bu mezgilda javobgar Akram Osman o't qo'yg'ich butulka yasab o't qo'yishni o'tirg'a qo'ygan. Ish taqsimotiga asosan javobgar Akram Osman va boshqa terrorchilar 6 ayning 20 kunidan 25 kunigacha yiqqan 10.800 yuanga 26 qing'iroq, 21 pichoq setib olgan. Boshqalar benzin qatorliq jinoyat qurollarini setib olgan. 6 ayning oxirlari Ali Ahmad Niyaz qatorliqlar tayyorlik ahvolini Ahmad Niyaz Sidiqqa doklad qilgan hamda harakat boshlasa bo'ladiganligini aytgan. Javobgar Akram Osman 6 ayning 25 kuni delo sodir qilish qurollarini tayyorlayotganda gumonliq deb qarilib tutib turilgan. Javobgar Ahmad Niyaz Sidiq qatorliqlar terrorlik qilmishining oshkorinib qilishidan qo'rqib, hujumini muddatdan burun boshlashni qaror qilgan. 6 ayning 26 kuni saharda javobgar Ahmad Niyaz Sidiq, İbrahim Ali, Abdullah Israpil va Ali Ahmad Niyaz qatorliq 13 kishi Lükçündagi Juma bozorining sharqidagi yog'och materiallar maydoniga to'plashib, ilgari kiyim bo'lib, Lükçün bozorlik soqchixona, Pichan nahiyalik jamoat xavfsizligi idorasi alohida soqchi cho'ng atratining Shannan o'tir atrati, Lükçün bozorlik hukumat, xalqni makonlashtirib beyitish qurilishi o'rni qatorliq joylarda jamoat xavfsizligi soqchilari, kadrlar ommani asabiylarcha o'ldirgan. İşxana binası avtomobillarga o't qo'ygan. Saqchi kadr puxra bo'lib 24 kishini o'ldirgan, 23 kishini yaralandırgan. Umum va shaxslarning bo'lib 2.136.549 yuan iqtisodiy ziyon keltirib chiqargan. Javobgar Ahmad Niyaz Sidiq, İbrahim Ali, Abdullah Israpildan boshqa shu kundagi zo'ravonlik hujumiga qatnashgan terrorchilar naq maydonda etib o'ldirilgan yoki etib yaralandırgandan keyin qutqizish unum bermay o'lgan. Sud mahkamasi qarab chiqqandan keyin mundaq deb qaradi. Ahmad Niyaz Sidiq qatorliq 4 javobgar terrorlik tashkilotini tashkillab, rahbarlik qilib, terrorlik qilmishlarga qatnashib, zo'ravonlik terrorlik qilmishi uchun qurol tayyorlab, zo'ravonlik terrorlik qilmishini planlab, boshqa terrorlik tashkilotining a'zolari bilan sheriklashib, soqchilar, kadrlar, puxralarni o'ldirib va yaralandirib, umum va shaxslarning mol-mulkiga o't qo'yib ko'ydirgan. Ularning vositasi intayin vahshiy, qilmishi intayin qabih, oqibati intayin ig'ir bo'lganligi uchun qonun bo'yicha qattiq jazo berilib, qonun bo'yicha yuqorqi hukm chiqarildi. Sud kollegiyasi sotlash qarab chiqish davomida javobgarning ona til yoziqini qo'llanib da'vo qilish huquqiga qonun bo'yicha kafolatlik qildi. Javobgarning advokati sudda uni oqladi. Jamiyatga har soha kishilari sudni sirtdan angladi.